Ikrom siz noloyiq bo'lganingiz holatida sizga berilgan maqom yoki narsalar ekan. Xudo taolo sizga nima bergan bo'lsa, men 100% bilaman, menga ham hammamizga loyiqligimiz uchun berdi deb xonadon bo'lmang. Ikrom qilgan. Oddiy misol aytaman. Ko'z. Ko'r tug'ilishingiz mumkinmi siz? Ko'radigan bo'lib tug'ildingizmi? Nima karomat ko'rsatgansiz? Tug'ilishdan oldin siz bunaqa tug'ildingiz? Loyiqligingizdan deb o'ylaysizmi? Yo, undan keyin mayli yashab yursiz. Ko'rib qolmayotganingiz loyiqligimdan deb o'ylaysizmi? Yo, kimdir ko'zi ojiz bo'lib qolsa, u noloyiqligidan deb o'ylaysizmi? Yo'q. Qarang. Ne'matni asl mohiyatini tushunishingiz uchun bir narsa kifoya. Siz tasavvur qiling. Bolangizga bitta zo'r yuradigan mashina berdingiz. Tez yuradi. Hop 150 tezlikda mana chorrahdan o'tib ketdi mana Rayhonning oldidan. 150 ta qizilda o'tib ketdi. Bu gap sizga yetib keldi.